Minimumdan maksimum necha pulgacha bu yerda kontrakt narxlari? 135 milliongacha. 4,5 ming emas-ku? Bu yotoqxona qancha talabaga mo'ljallangan? Durdona, mana buni kiyib ko'ring. Bitta odamni organizmini ichida turganga o'xshayman. Что bizlar hamma narsani oxirgi texnologiyalar bilan o'rgatamiz. Buni hech kim kelmayapti. Bitta sun'iy bemor tanasi $200 ming turar ekan. 4, 5, 6, bu 3 oylik bolani nima qilsa hamma narsa qilib beradi. Lekin как будто robot chaqaloqning ragida yuryapti. O'rtada qarag'adir. Barcha оборудование jihozlangan maksimal darajada. Hozir o'zida maktab o'quvchilari universitetda studentni o'rniga qo'ysa bo'ladi o'zligini. Bizda boshqa universitetlardan ancha ustun jihatlarimiz ko'p. Men уже assotsiatsiya qilyapman. Katta shunaqa hudud va velosipedlari bor o'zini har joyda. Bu universitet haqida oxirgi yillarda juda ham ko'p eshitayotgan bo'lsangiz kerak. Eng qimmat kontraktlar, dunyoga mashhur insonlar bilan real uchrashuvlar, bir-biridan qiziqarli ko'plab eventlar. Ha, Central Asian University. Bu galgi obzorimiz CAU bilan bo'ladi. Bu yerga kampus tur uyushtiramiz va universitetni ichkaridan ko'ramiz. Demak, CAU boshladik. AD Scientific Index World 2025 reytingiga ko'ra, CAU O'zbekistondagi eng yaxshi yosh universitet sifatida e'tirof etilgan. Universitet olimlaridan biri dunyo bo'yicha top 10% yetakchi tadqiqotchilar qatoriga kiritilgan. Science and Innovation Awards tanlovida CAU sun'iy intellekt, robototexnika, ekologik texnologiyalar va startaplarni joriy etgani uchun yilning eng innovatsion universiteti deb topilgan. CAU xalqaro QS Stars reytingida 4 yulduzga sazovor bo'lgan O'zbekistondagi yagona xususiy universitet hisoblanadi. QS Stars bu universitetlarni xalqaro sifat standartlari asosida tahlil qiluvchi global mustaqil reyting tizimidir. Shuningdek, reytingda CAU ta'lim sifati va bitiruvchilarning ishga joylashishi bo'yicha eng yuqori baholarga erishgan. Do'stlar, kampus turimizda bizga shu universitet xodimi Oybek aka hamrohlik qiladi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum hammaga. Ismim Oybek, qabul menejeri hisoblanaman va bugun sizlar bilan universitetimiz bo'yicha kampus tur bo'lib o'tadi. Birinchi o'rinda biz A korpusimizdan boshlab o'tamiz. Qanaqa korpus o'zi bu? A korpusda birinchi o'rinda studentlarimiz uchun simulyatsiyon sentrlarimiz joylashgan, stomatologiya va meditsina yo'nalishlarimiz bo'yicha. Bemalol dars jarayonlarida ham ichkaridan ko'rib, ustozlar bilan amaliy jarayonlarda suhbat qilsak bo'ladi. Albatta. Simulyatsiyon sentr xonalarimizda professorlarimiz ham bor. Professorlarimiz orqali ham batafsil ma'lumotlarga ega bo'lishimiz mumkin bo'ladi. CAU 2019-yilda Akfa universiteti nomi bilan tashkil etilgan. 2023-yilda universitet Markaziy Osiyo mintaqasidagi faoliyatini kengaytirish munosabati bilan rebranding o'tkazdi va hozirgi nomini oldi. Ya'ni Central Asian University, Markaziy Osiyo universiteti. Xo'p, hozirda biz A blokda birinchi etajda joylashganmiz, turibmiz. Bu yerda bizda student servis hisoblanadi, ya'ni studentlarning akademik chasti bo'yicha savollar bo'lib qolsa, shu yerdan yordam olish imkoniyati bo'ladi. Va keyingi etaj, ikkinchi etajimizdan boshlaymiz, qolgan korpuslarga ham shundan keyin o'tamiz. Bu an'anaviy universitetlarda talabalardan muammo tug'ilsa qanaqadir dekanatga boradi-yu, xuddi shunaqa bu yerga kelib shu muammolarini birinchi o'rinda albatta student servisga uchrashadi. Uchrashgandan keyin batafsil ma'lumot olishadi. Agarda dekan bilan yoki professor bilan gaplashiladigan joy bo'lsa, albatta ular oldiga chiqib masalasini hal qilish imkoniyati bo'ladi. Xo'p, hozirda biz ikkinchi etajda turibmiz. Ya'ni
Bu yerda bizda stomatologiyani simulятsion markazi hisoblanadi. Hozir ichkariga kirgan holatda batafsil studentlarimizni praktika jarayonlarini qanday o'tishini ko'rsatib o'tamiz. Bu xonamizda ko'rib turganingizdek, studentlarimiz stomatologiya bo'yicha amaliyotlarni birinchi o'rinda shu yerning o'zidan boshlab amalga oshirishadi. Barcha оборудование jihozlangan, maksimal darajada studentlarimiz praktikalarni shu yerdan boshlab, keyinchalik malakalarni oshirib borishadi. Talabalar shu darslarni birinchi kursligidayoq bu yerga kelib ishlashsa bo'ladimi? Albatta, deyarli birinchi kurs o'zidan boshlanadi, ikkinchi kurslardan esa amaliyotga chiqish imkoniyatlari ham bo'ladi. Xo'p, hozirda biz A blok 3-etajlamizda, ya'ni meditsina uchun laboratoriya xonalaridamiz. Shu yerda laboratoriyaga tegishli amaliyotlarni amalga oshirishadi. Qaysi fakultet qanaqa fanlar o'tiladi? Meditsina yo'nalishi, ya'ni meditsinada o'ziga tegishli fanlarni o'tishadi. Hozirda biz 3-etajda, ya'ni arxitektura va dizayn yo'nalishida o'qiydigan studentlarimizni xonasidamiz. Birinchi o'rinda studentlarimizni chirchiyin, ya'ni chizmachilikdan boshlab, keyingi etaplarda proyektlarni, maketlarni va kompyuter orqali AutoCAD va qolgan ilovalar orqali ishlashni boshlashadi. Amaliyot xonasi demak bu. Da, albatta, amaliyot xonasi hisoblanadi. Hozirda biz 4-etaj, ya'ni meditsina fakultetini yo'nalishida o'qiydigan studentlarimizni simulятsion xonalardan biridamiz va so'zni professorimizga berib o'taman. Men ismim Shavkat Xudoyberdiyev. Men Central Asian University'ning birinchi bitiruvchisiman. Hozir bu yerda yosh kurslarga dars berib, teacher assistant sifatida ishlayman. Bu bizning simulyatsiya xonamiz. Bu yerda biz CPR qilishni o'rganamiz. CPR bu yurak massaji degani. Qanday qilish kerak CPRni? Tashqarida yuribsiz. Odamlar yo'q, hech kim yo'q, bitta o'zingizsiz. Tashqarida odam topib oldingiz. Shunday qarayapsiz, kelyapsiz, hech narsa sizga javob bergani yo'q. Va hushidan ketgan. Hushidan ketgan. Va siz srazu pulsini o'lchashni boshlaysiz. Pulsini o'lchyapsiz, pulsi yo'q. Va nafasini qarayapsiz, nafasi yo'q. Nafasi yo'q, ko'krak ko'tarilmayapti. Shundan keyin biz srazu boshlaymiz yurak massajini. Yurak massaj beldan qilinadi. Kuch beldan olinish kerak. Qo'l to'g'riga ketdi. 1 2 3 4 5 6 7 8 30 ta massaj, yurakni massajini qilgandan keyin srazu biz odamga nafas berishimiz kerak. Shuni to skoriy moshin или boshqa vrachlar kelmagancha shuni kurs qilib davom ettirishimiz kerak. Takror qilish kerak. Demak, talabalarga shunaqa birinchi tez tibbiy yordam ko'rsatish kutiladi. Eng bazaviy. Bu bazaviy narsa, chunki bizlar praktikaga jo'natganimizda studentlarimizni ular hamma klinik holatlarga tayyor bo'lib borishi kerak. Endi esa biz traxeyaga trubka qanday qo'yishni o'rgatamiz. Buning uchun bizga traxealniy trubka kerak va laringoskop. Bizlarda eng oxirgi modellar bor, chunki studentlarga bu laringoskoplar bilan o'rganish osonroq. Qanday qilinadi? Protsessni o'zi mana bu yerda traxeya, mana bu yerda esofagus bo'ladi. Biz traxeyaga solishimiz kerak, потому что traxeya o'pkaga ketadi, a esofagus esa ichakka ketadi. Желудокka. Qanday bu qilinadi? Patsientni head chin lift degan manyovr bor ingliz tilida. Shunaqa manyovrga qo'yamiz. Og'zini ochamiz va mana bu yerdan ko'rsak bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, mana bu traxeya va mana bu esofagus. Biz hozir mana bu trubkani traxeyaga solamiz. Havo bilan mana bu yerni to'ldirishimiz kerak, chunki trubka chiqib ketmasligi uchun. Olib havo beramiz. Demak, bu sun'iy nafas berish uchun qattiq operatsiyada
Yo'q, Operatsiyagacha. operatsiyagacha va ko'p odamlar yurak kasalliklari va boshqa kasalliklar, o'pka kasalligida o'zlari nafas ola olmaydi. Va odatiy holatlarda ham, ya'ni operatsiya jarayonida bo'lish shart emas. Odatiy, masalan, meni nafas olishim qiyinlashyapti. Saturatsiyangiz tushib ketdi. Aha, Sizda shunda- Covid bor, nafas ola olmayapsiz. Hushingizdan ketdingiz. Buni Shunda trubkani ishlatiladi qo'yiladi. sun'iy nafas Da. berish uchun menga. Mhm. Bu bizlarning anatomiya xonamiz. Bu yerda studentlar nafaqatki hayotda ko'rib va balki VRda o'zlari his etib, o'zlari hamma narsani teginib ko'rib, boshqatdan bitta-bitta sosudlar, bitta-bitta nervlarni o'zlari topib, o'zlari qayerga qo'yishni o'rganadi. Hozir mana bizlar VR xonasidamiz. Durdona, mana buni kiyib ko'ring. Mhm. Vau! Bitta odamni organizmini ichida turganga o'xshayman. Hozir ko'rayotganlaringiz manda ham ko'rinadi. Hozir siz yurak, qon tomir va o'pka qanday nafas olish sistemalarini ko'ryapsiz. Hozir men sizga mana venani beraman. Mana shunaqa qilib, bizlarda har bitta vena, har bitta nervlarni olib, studentlarga berib, o'rgatib, joyiga qo'yib qo'yish mumkin va bundan tashqari ekzamenlar bizlarda qanday o'tadi? Ekzamenda biz ko'rayotgan maketimizdan har xil venalarni olamiz, biron joyga qo'yib qo'yamiz. Studentlar buni topib, qaytarib joyiga solish kerak. Men hozir bu yerda yurak ko'ryapman. Yurakni bunaqa qilib olib ko'rsangiz ham bo'ladi. Bu nima? Bu yurakni o'ng qorinchasi. Mana bu ko'k vena. Bu ko'k vena. Вообще qiziq, zo'r. Даже уже bu yurakning ichki qanaqadir qismlari. Bu mana bu nima? Bu miyadagi arteriya va qon tomirlari. Bu esa ko'zning qon tomirlari. Bu esa bizlarda aorta deyiladi. Aorta. Abdominalniy aorta. Yurak bilan Yurakdan pastga tushib ketib, ves pastki qismni qon bilan ta'minlaydi. Tushunarli. Xullas, tushunarli. Darslar demak shu darajada zamonaviy texnologiyalar bilan anatomiya darsi o'tiladi. Nafaqat zamonaviy, bu balki qiziqarli. Hozir o'zingiz bilasizki, yangi avlod ko'proq texnologiyalarga qiziqadi. Bizlarda shunaqa imkoniyat borki, что bizlar hamma narsani oxirgi texnologiyalar bilan o'rgatamiz. Shu darajada qiziqligidan men insonning ichki organizmida turibman va organlar, yurak, turli. Buni hech kim kelmayapti. Shu darajada qiziq. Yuragiga nega shovqin, qiynalib. Hamma narsasi bor. Shunda bu kasal chaqaloq. Сейчас здоровый. Boshqa kasalliklar simulyatsiya qilish mumkin. Mendagi ma'lumotlarga ko'ra, shu bitta sun'iy bemor tanasi $200,000 turar ekan. Umuman shunga o'xshash, masalan, bu yerda ayol, erkak, umuman har xil yoshdagi sun'iy bemorlar bor ekan. Shu amaliy darslarda foydalanish uchun va bularni summasi ham ancha qimmat turar ekan. Rost. Lekin bizlar studentlarimiz uchun eng oxirgi pokoleniyadagi simulyatorlarni olib kelganmiz. Chunki simulyatorlarda o'rganib, keyin haqiqiy patsientlarni ko'rsa, juda ham osonroq bo'ladi ularga adaptatsiya qilish. Haqiqatan haqiqiy insonga o'xshash, masalan, bunda simptomlar kuzatilishi mumkin ekan. Masalan, isitmasi chiqishi mumkin, o'zi titrashi mumkin. Nafaqatki bu haqiqiy bu 3 oylik bolani nima qilsa hamma narsa qilib beradi. Biz yig'lashini qo'yishimiz mumkin.
Demak, xuddi jonli insondek funksiyalar bajara oladi. Nafaqatki biz xohlasangiz yuragini eshitib ko'rsangiz bo'ladi. Bu fonidoskopimizni olib yurakda eshitib ko'rsa bo'ladi. Mana bu yerga qo'yasiz. Da. Lekin как будто robot chaqaloqni yuragida yuryapti. O'rtada qarag'adir. Ishi zo'r. Va nafaqat bu va sun'iy nafas bersangiz ham bo'ladi. Ko'rsangiz bo'ladi, o'pkasi ko'tarilyapti. Da. Chaqaloq Qiziq, nima zo'r. qilsa 3 oylik hamma vazifalarini qilib bera oladi. Boshqa shunaqa sun'iy bemorlar, patsientlar ham shunaqa vazifani bajaradi. Masalan, ginekologiya xonasida xuddi shunaqa ona sun'iy bemor bor. Ona bor, u ona tug'ruqni simulyatsiya qilish uchun ichida apparati bo'ladi. Apparati itarib chaqaloqni chiqarib beradi и shunday itaradiki, birma-bir haqiqiy tug'ruqday bo'ladi. Sizga rahmat bu simulyatsiya markaziga bo'lgan kichik ekskursiyamiz uchun. Men tushunishim bo'yicha bu universitet shu meditsina yo'nalishlari bo'yicha shu ko'rgan hamma narsalarimizdan kuchliligi bilinib turibdi va yana bir narsa oxirgi menda savol, shu meditsina darslari hammasi ingliz tilida olib borilar ekan. Man boshida aytganimdek, birinchi bitiruvchisiman bu universitetda meditsinskiy fakultetini. Bizlarda 6 yil bo'yicha hamma darslar ingliz tilida и undan tashqari bizlarda hamma narsa standart amerikanskiy или yevropeyskiy standartlar bo'yicha o'qitilgan. ATLS, ACLS, BLS va boshqa FLS va boshqa standartlar bizning universitetimizga kiritilib, studentlarga o'rgatiladi. Chunki bu nima uchun zarur? Vaqt keladi, studentlar doktor bo'ladi. Yoki rotatsiyalarga chiqib patsientlarni ko'radi. Shu paytda studentlar shoshib qolmasligi uchun, hamma narsani o'z vaqtida, o'z narsalarni bilib qilishi uchun biz hamma narsani boshlang'ichdan o'rgatib boramiz. Chunki u yoqqa borgandan keyin, patsientlarni ko'rgandan keyin ular hamma narsani to'g'ri qiladi va biz meditsinada bilasizki, vaqt juda ham zarur. Har bir sekund patsientning hayoti degani. Tushunarli. Sizga yana bir marta rahmat. Ma'lumotlar uchun juda ham qimmatli, qiziqarli, foydali shu markaz haqidagi. Rahmat. O'zi universitetda umumiy qancha talaba tahsil oladi? Hozirda universitetimizda mana shu o'quv yiliga 2025-yilga 2,5 mingdan ortiq talabamiz o'qiyapti. Ya'ni bu 1-kursdan to 6-kursgacha. 4,5 ming emas-ku? 2,5 mingmi? Za kadr. Qanaqa fakultetlar, yo'nalishlar bor? Yo'nalishlarimiz 6 xil, ya'ni 6 ta. Birinchisi meditsina, stomatologiya, turizm yo'nalishimiz, biznes yo'nalishimiz, injineriya va arxitektura dizayn yo'nalishlarimiz bor. Asosiysi abituriyentlarga qiziq qabul bosqichlari bu universitetga va kirish imtihonlari qanaqa kechadi? Qabul jarayonlari bizda 100% ingliz tilida bo'lib o'tadi. Ya'ni tanlagan yo'nalishlariga qarab imtihon ingliz tili, matematika, ximiya yoki biologiya fanlaridan bo'lib o'tadi. Kirish imtihonlari shunda hamma qaysi yo'nalishga topshirmasin, ingliz tili baribir asosiy bor. Albatta, ta'limimizda 100% ingliz tiliga yo'naltirilgan, chunki ta'lim tizimini o'zi Amerika tizimi bilan gibridlashtirilgan. Bundan tashqari men saytda ko'rdim, ya'ni shu bilmadim, maktab yoki talabalar, abituriyentlar universitetga tayyorlov alohida qanaqadir dasturimi, shunga o'xshash bor ekan. Albatta, to'g'ri aytdingiz. Batafsilroq. Albatta. Hozirda bizda yangi loyihamiz, B-student loyihamiz bor, ya'ni hozir o'zida maktab o'quvchilari universitetda studentni o'rniga qo'ysa bo'ladi o'zligini. Ya'ni 10-11-sinflar universitetimizga kelgan holatda studentni o'zini his qilib, tayyorgarlik kurslaridan o'tgan holatda keyinchalikka boshqa universitetlar va o'zimizning universitetga kirishga yordam beradigan tayyorgarlik kurslarimiz mavjud. Bular shunda pullimi? Chunki men ko'rdim saytda pullarni ham chiqarib qo'ygan, masalan, qaysidir fanlar turibdi, biologiya, ximiya, buncha pul. Shu yerning o'zida shu imtihonga tayyorlov loyihasi bo'lib turibdi. Albatta, deyarli imtihon emas,
keyinchalik bakalavrga, ya'ni qaysi universitetga topshirmoqchi bo'lishsa, mana shu kurslarga qatnashgan holatda bemalol kirib ketish imkoniyatini yaratib beradi. Bilim darajalarini maksimal darajada yetkazib beramiz. Aha, tushunarli. CAU Yevropa, AQSh va Osiyodagi yetakchi universitetlar bilan faol hamkorlik qiladi. CBS, HTMI, Colorado State University va boshqalar. CAU ning ikkita xorijiy universitetlar bilan qo'shma dasturlari mavjud. Bular CBS University of Applied Sciences in Germany, HTMI Hotel and Tourism Management Institute, Switzerland. Do'stlar, biz universitet yotoqxonasidamiz va savol tug'iladi. Bu yotoqxona qancha talabaga mo'ljallangan va qizlarga qancha ajratiladi shundan, yigitlarga va eng asosiysi summasi necha pul va joylashish tartibi qanaqa bu yerga? Xo'p. Hozirda universitetimizda yotoqxonamizda 600 kishilik joylashtirilgan, ya'ni teng yarmi ayol kishilar uchun, teng yarmi esa erkak kishilar uchun moslashtirilgan. Ya'ni ajratilishi qanaqa? Birinchidan 3-etajgacha erkak kishilar uchun, undan yuqori 4-dan 6-etajga ayol kishilar uchun ajratilgan. Pastki qavatlarda yigitlar joylashadi, tepada faqat qizlar. Albatta. Necha pul bu yerda turish? Xo'p, bir o'quv yiliga, ya'ni aytaylik bir o'quv yili sentyabrdan may oylariga deylik, bir kishilik va 3 kishilik xonalarimiz bor. Summalari har xil bo'ladi. Bir kishilik uchun 30 million so'm bo'ladi bir yiliga, ya'ni bir o'quv yiliga. 3 kishilik, ya'ni bir xonada 3 kishi bo'ladi. Unga 15 milliondan to'g'ri keladi. Joylashayotganda boshidayoq butun to'lovni, demak, to'lash kerak. To'lovlarni keladigan bo'lsak, to'lovlarda 4 bo'lib to'lash imkoniyati bo'ladi, ya'ni 3 oyga to'g'ri keladi. Bu yotoqxonani shu talabalarni, agar ota-onalari talabalarini ko'rishga mehmonga kelsa, ularni qolishi uchun alohida xonalar ekan. Biz ko'ryapmiz va his qilyapmiz, hatto ba'zi mehmonxonalardan ham yaxshiroq sharoitli. Rostdan shu ota-onalar farzandini ko'rishga kelsa viloyatdan, mana shunaqa sharoitli xonalarda qolishlari, yotib qolishlari, dam olishlari mumkin ekan. Shu uchun yaratilgan alohida xona bu. Yana bir qiziq ma'lumot, talabalar turar joyidagi kir yuvish xonasida maxsus xodimlar mavjud. Kiyimlaringizni shunchaki tashlab ketasiz, ular esa o'zlari yuvib, quritib, taxlab qo'yishadi. Kelib, yana shunchaki olib ketaverasiz. Universitet missiyasi: Markaziy Osiyoda xalqaro darajadagi ta'limni ta'minlash, jahon jamoatchiligining mintaqamiz salohiyati to'g'risidagi xabardorligini oshirish hamda muhandislik, biznes, tibbiyot, stomatologiya, mehmondo'stlik va turizm, mehmonxona xo'jaligi, tibbiy ordinatura sohalarida kelajak yetakchilarini tayyorlash. Xo'p, hozirda biz universitetimizning sport maydonidan birda turibmiz. Ya'ni bizda yopiq va ochiq sportivniy maydonlarimiz bor. Basseyn alohida, ya'ni suv havuzi, gym zona, ya'ni fitness klubimiz bor. Alohida voleybol, ikkita maydon tennis uchun, kort tennis uchun, basketbol, sportga yana moslashtirilgan futbolimiz bor va padel tennis ikkita maydonimiz bor. Hozir biz kota tennis maydonida turibmiz. Da, albatta. Hozirda biz universitetimizning kutubxonasidamiz. Ya'ni bu universitetda studentlari barcha kerakli kitob va bilimni olish imkoniyati bor. Ya'ni qog'oz kitob, alohida elektron kitob zonlarimiz mavjud. Undan tashqari bu yerda dars qilishsa ham bo'ladi. Albatta, alohida zonalar bor. Dars uchun yopiq kabinkalarimiz ham bor. Yoki ochiq kabinali bemalol dars faoliyatini shuning o'zidan amalga oshirish imkoniyati bo'ladi. Bundan tashqari yana boshqa alohida xona ham bor, ya'ni, to'g'rimi? Albatta, ya'ni kabinka, ya'ni studentlar o'zi alohida maksimum 4 kishi kirgan holatda, yana shumaizolyatsiya, ya'ni shu o'quvdan tashqari bemalol o'zligi alohida darsliklarni amalga oshirish mumkin. Lekin asosiy hamma adabiyotlar shu yerda. Shu yerdan olishadi. Albatta, agarda qandaydir kerakli kitoblarni topa olishmasa, albatta helpdesk ya'ni yordamga murojaat qilishadi. O'sha yerning o'zidan o'ziga kerakli kitoblarni olish mumkin. Tushunarli.
Central Asian University in Tashkent manzili Milliy bog' ko'chasi 264, Mirzo Ulug'bek tumani. Mo'ljal Olimpiya shaharchasi Yangi O'zbekiston bog'ida joylashgan. Kontrakt narxlari O'zbekiston bo'yicha eng qimmat universitet bu. Shu haqida gaplashsak, minimumdan maksimum necha pulgacha bu yerda kontrakt narxlari? Da, to'g'ri aytasiz, deyarli O'zbekiston bo'yicha ham, deyarli Toshkent o'zida ham eng qimmat universitetlardan biri hisoblanadi. Kontrakt narxi minimum 54 million so'mdan boshlab 135 milliongacha. Bu 135 million bu bir yil uchun. Albatta, bir o'quv yili uchun bo'ladi. Qaysi bu eng qimmat, qaysi yo'nalishga to'g'ri kelyapti kontrakt? Meditsina fakultetimizga, ya'ni meditsina yo'nalishimizga to'g'ri keladi bir o'quv yiliga. Bilasizlar do'stlar, bu art va dance zona. Bu yerda hatto shu talabalar o'zlari musiqiy asboblarni o'ynab, chalib, raqsga tushib, u yerda qanaqadir san'at odamlari uchun ijod qiladigan alohida xona va undan tashqarida art zona ham bor ekan. Kreativ zona, ya'ni do'stlar, suhbatimizni shu universitet talabasi bilan davom ettiramiz. Assalomu alaykum. O'zingizni qisqacha tanishtirib o'tsangiz. Assalomu alaykum. Meni ismim Shahboz. 3-kurs talabasiman. Stomatologiya yo'nalishida ham o'qib, ham universitetda ishlayman. Imенно marketing отделida. Menda savol bor. Universitetingizni boshqa universitetlarda uchramaydigan qanaqa jihatlari bor? Shularni aytib bera olasizmi? Bunday olib qaraganda, bizni boshqa universitetlardan ancha ustun jihatlarimiz ko'p. Shuni ta'kidlab o'tishim mumkinki, bizda juda ham ko'p katta spikerlar keladi, aynan May Musk, Robert Kiyosaki, Steve Forbes va boshqalar ko'pincha mehmonimiz bo'lishadi. Undan tashqari bizda stomatologiya fakultetida dekan Niladri har 2 oy yaxshi qatnashgan studentlarni, yaxshi o'qigan studentlarni o'zi bilan stomatologik konferensiyalar olib boradi va uni o'zi 100% qoplab beradi. Yaqinda so'nglar borib kelishdi, Dubay, Germaniya, Tailandga yaqinda borib kelishdi. Va uchinchisi, bizda Career Center bor. O'zim ham o'sha orqali ishga kirganman. Career Center studentlarni ish bilan ta'minlab beradi. O'qiyotgan paytda yoki o'qib bo'lganingizdan keyin ham ish bilan sizni ta'minlab berishadi. Zo'r, juda ham qiziqarli. Rahmat. Sog' bo'linglar. Oxirgi savol, shu universitetga topshirmoqchi bo'lgan abituriyent uchun qanaqa talabalik tajribangizdan kelib chiqib, maslahat yoki taklif bergan bo'lardingiz? Asosiysi, baqa kelayotgan abituriyent student sifatida o'ziga mas'uliyatini olishda qo'rqmasligi kerak. Undan tashqari inisiativa bilish kerak. Sababiki bizning universitet juda ham katta yo'nalishlar ochib beradi kelajakda. Nega aynan shu CAU Central Asian University'ni tanladingiz? Nima bilishim bo'yicha Central Aziyada bu eng лучший университет, чтобы учиться, чтобы делать связи и sharoitlar bo'yicha ham eng yaxshi universitet. Потому что сюда прилетал Тимати. Я была на его концерте из-за этого. В первую очередь я выбрала этот университет, потому что тут очень крутой кампус, во-первых, а во-вторых, я очень давно хотела сюда поступить, 2 года следила и наконец-то осуществила свою мечту, так скажем. Kampusi juda ham chiroyli, hamma условиялari bor. Tennisni kort, sport uchun hamma kerakli narsalar bor. Undan tashqari bilim professor. Потому что мне его очень хорошо порекомендовали, мне очень понравились условия. Я был здесь до поступления, меня ознакомили с кампусом. Также мне очень нравится система образования, потому что мне подходит такая система образования. Мне очень понравились профессора, так как они объясняют темы очень доступно. И, в общем, здесь все круто. Agar siz universitet rektori bo'lib qolganingizda, birinchi bo'lib universitetda nimani o'zgartirgan bo'lardingiz? Menimcha hozirgi rektorimiz studentlar uchun hamma sharoitni yaratib berishgan. Bundan ortig'ini qilish menimcha уже iloji yo'q.
Bizda leksiyon xonalar bor. 30 stullar sal qattiqroq, o'shani birinchi o'rin yumshoqroq qilgan bo'lardi. Chunki o'tirishga sal noqulayroq bo'ladi. В принципе, мне все нравится в университете, ничего бы не изменила. Переменalarni vaqtini ko'paytirgan bo'lardim birinchi o'rinda. 10 minut bas ko'proq qilgan bo'lardim. Если бы я был ректором университета CAU, наверное, я бы добавил побольше open space zone, чтобы ученики проводили больше времени на улице, то есть на свежем воздухе. А так меня все очень устраивает, все очень отлично. Universitet hayotida bo'lgan qiziq voqea talabalar bilan bog'liq men bo'lib esda qolib ketgan. Albatta, bunaqa voqealar juda ham ko'p bo'lgan. Mind games degan alohida o'shda mafiya o'ynaymiz, tam cash flow o'ynaymiz. Ko'pincha yaxshi hodisalar, kulgili mem bo'lib ketgan desa ham bo'ladi. O'shalar cash flow va mafiyada ko'proq hali men mafiya basman desam, yo'q, sen mafiyasan, noto'g'ri nafas olib qo'yding, sen значит mafiyasan degan shunaqa situatsiyalar ham bo'lgan. Самый запоминающий момент это был National Day. Это был очень крутой день, и были очень крутые дружелюбные моменты. Также мы запечатлели очень много крутых фоток. Вот. Men o'zi birinchi kursman, yaqinda 2 oy oldin o'qishga kirdim. Lekin bizda Student Council Elections degan narsa bo'lgan. Men u yerda Aklot komandasining prezidenti bo'lganman-da. U yerda bizda Triumph degan komanda bor. Ularni ustidan kulish niyatida biz spesial o'sha marketing kompaniya qilganmiz edi. They say Triumph, we prove Triumph. O'sha игра слов qilganmiz. Rosa qiziq narsa bo'lgan. Bolalar ham bilishsani uchun. Qiziq narsa bo'lgan. Lekin unaqa bizlarning foydamizga o'ynamagan. Chunki polni ularning ismlari reklama bo'lib ketgan va o'zlari ham tushunishgan, kulgili narsa bo'lganda. Shu o'zi kelishim, tennisga borishim, shug'ullanishim esda qoladi. Недавно у нас в университете проходил Nations Day. Я в нем принял участие, мне очень понравилось. Я познакомился с многими людьми, наладил общение с однокурсниками. Мы представляли Россию. И этот день остался у меня в мыслях навсегда, я считаю. А мем, я думаю, у нас есть See Your Cat, кошка, которая ходит по университету. И она очень забавно выглядит. Я думаю, это даже может быть наш символ. Do'stlar, bu universitetda meni e'tiborimni tortgan yana bir jihati, universitet hududi juda ham katta bo'lgani uchun har joyda xuddi shunaqa velosipedlar qo'yilgan va talabalar, studentlar, undan tashqari professorlar, umuman hamma xodimlar shu velosipeddan universitet hududida xuddi men kabi foydalanib, shu manzilga yetgandan keyin qat'iy tashlab ketishar ekan. Umuman juda ham e'tiborimni tortdi va qiziq. Alohida bu universitetni qanaqadir o'zini bitta belgisi bo'lsa kerak. Men уже assotsiatsiya qilyapman. Katta shunaqa hudud va velosipedlari bor o'zini har joyda. Shunaqa. Xalqaro professorlar, klinik amaliyot, zamonaviy kampus va yuqori standartlar. Bu yerda faqat dars emas, haqiqiy talabalar hayoti kechadi. CAU kampusi ta'lim, chilling va ilhomlanish uchun yaratilgan muhit. Bu yerda talabadan mutaxassis yaratiladi. Bu yerda kelajak shifokorlari va biznes mutaxassislari shakllanadi. Sifatli innovatsion ta'lim, xalqaro muhit va real imkoniyatlar. Barchasi shu yerda. Tanlov esa sizniki. Ha, bu yerda ta'lim qimmat, chunki sifat hech qachon arzon bo'lmaydi. Do'stlar, obzorimizni shu yerda yakunlaymiz. Videoga like bosishni, izoh yozishni va tanishlaringiz bilan share qilishni unutmang. Pro Univer bilan bo'lganingiz uchun rahmat. Ko'rishguncha xayr.